Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Besdoltor 06. Sizlar bilan bugun Brawl Stars o'ynaymiz. Men sizlarga hozir alohida gaplarim bor. O'shalarni sizlarga aytib o'tmoqchiman. O'zi men to'g'risini aytsam Godzilla sezonidan o'ynashni boshlaganman. Men YouTube kanalimni ochganimdan videoim bo'ladi. Menga hozir 27.699 da bitta yetmayapti. Hop, uni qilib olamiz bo'lma yo'q. Bizga shunaqangi challenge qilganki, biz challenge etmoqchimiz. Короче, men mana shu mart oyigacha 30 mingta kubka qilib bera olsam, 30 mingta kubka qilib bera olsam, menga Brawl Pass berishadi yoki shu kelganda to'lqinga sotib berishadi. Короче, bu menga akkaunt shu narsani olib berayotgan. Mana shu 6 ga yetib qolamiz. O'zi akkauntni Couch 84 da pas unaqa ko'p bo'lmagan. Men 40 ta baytli paytidan olganman. Kubkasi 13 mingta bo'lgan. 13 mingtadan 27 mingtagacha ko'tardim. 40 tadan 84 tagacha ko'tardim. Bu kuchli akkauntda unaqa oson emas. Xo'p, menga druziya tashlasanglar, men kibr emasman. Albatta mana shu kimni ko'rasizlar. Tashlasanglar, men sizlarga olaman. Bunaqa men emas, paslarda ham ko'plar mana kodeyashko. Mana obunachim bo'lganlar, ili druziya tashlaganlar men olganman. Men kibr emasman demoqchiman. Xo'p, men shunda Godzilla bir 2 yil, 3 yildan beri Brawl Stars o'ynab o'zim karyera qilib kelaman. Men shunaqa ish qilmoqchimanki, men shunaqa ish qilmoqchiman. Mana shu 30-martgacha kubkani ko'tarish oson bo'lishi uchun menda baytlar ko'p ko'tarilmaganlari va shu ko'p to'g'risi. Men sizlarga hozir mana shu sizlarga ko'rsatib ham tepadan men sizlarga hammasini chotki ravshan ko'rsatib beraman. Shelly baytdan boshlab toki Kenjigacha. Hop. Yo'q. Короче, hozir o'zim boshlaymiz. Hop. Короче, men sizlarga hozir Shellydan ko'rsataman. Hop, bo'ladi yo'q. 594 adashmasam suyuqliklar kam anaqalisi yo'q. 164 mayli gaz kerak. Xo'p. Ustidan paslarni ko'taramiz. Ularni keyin ko'tarib qo'yamiz. 100 taliklarni franka yaxshi ko'raman. Men juda grif va gramma ko'taramiz. 75 ta bonni. O'sha ikkita bo'ldi yozaman. Xo'p, menga ham Mendini ko'taramiz. Xo'p, bitta perliyo hammasi bor. Berri, Trank, bitta Mifitskilarda ko'p. Xo'p, Squeak ko'taraman. 26 ta buni ko'p o'ynamay qo'yganman, chunki legendarniga, ya'ni Leonga ahamiyat berib qo'yganman. Gas vashi qiyin emas, menga shaxsan o'zimga umuman yoqmaydi. To'g'risi. Xo'p, Janet ko'tarar ekanmiz. Mayli Grey ham ko'taramiz. Villoni o'zi yaqinda ochgan edim. O'shaning uchun men Leonni push qilaman deb Villoni qolib ketdi. Xo'p, bitta Miko bo'ladi. Cleansing ko'taramiz. Hop, Grey yaxshi. Men Grey yaxshi ko'raman. Lekin shunaqa ko'tara olmayman-da. Phoenix yaqinda ochganman. Jayon ham xuddi shu o'yinda meni vash o'ynamadim. Men to'g'risi men o'ynadimmi, shu yutqizib qo'ydim mana. O'yini bir bo'lgandan kuchsizlik tushadi. Yo'q, o'shanday yutqizib qo'ydim. Men sizga tavsiya bermayman. Gigi legendariyalarda ham ko'p adashmasam. Hop, Spike, Boran, Leon, Sandy, Amberni ko'taramiz. Chester ko'taramiz.
git ko'rasizlarmi? Takoy. Hamma ko'p skillar sotib olganman. Pirsni yaqinda ochdim. Pirsni ham ko'taramiz. Mana pirs. Umuman skill sotib bo'lmayapti. Hammasi 199 talik mifический skilllarda. Kimda pirs bo'lsa, skininglar bormi yozib ketsanglar. Serebranniy skin ham yo'qda, tushunasizlarmi? Serebranniy skin ham yo'q. 199 talik legendarniy spreymi yoki smartlar ham yo'q. Endi bunga unaqa ahamiyat berishmadi. Endi keyinchalik qilishadi degan umiddamiz. Mana shu yerda 9 qilib qo'ygan edim zo'r paysim, lekin o'ynashni bilsa yaxshi paysim. Mr. P ochmoqchiman. Mr. P. Hop, Glowbread yangi bayis chiqdi. Bu unaqa hozir 6 kuni 17 soatdan keyin chiqadi. Bu juda unaqa isbot qilib qo'ydim. Shaxsan o'zimga Bolimeni 50 yoqdi. Hop. Atakalari уже bitta olganingizda 3900 bo'lar ekan. Bu juda yaxshi. Magazin ochaman inshaalloh. Hop. Cordelius вообще-то qiyin ko'tarish, push qilish kerak. Lumina paytda va cho'tga o'ynaganman, Giprizarni ham sotib olganman vaysha. Qichiq to'g'risini aytsam, 11 qilib tashlaganman. Lekin hozir tegmayapman ham to'g'risi. M590 hammasi menga qarorchi zaпрос tashlagan, men olganman. Ko'rasizlar, mana menga murojaat qilsanglar, men sizlarga tashlab beraman. Hozir men o'ynab ko'rsatmayman, to'g'risini aytsam, keyingi o'yinlarda ko'rsaman. Xayr.